Siz tez-tez charchaysizmi? Doimiy charchoq va holsizlik sizni bezovta qiladimi? Unda sizda qandli diabetning yashirin belgilari kechayotgan bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring hamda qandli diabetning 7 yashirin belgisi haqida ma'lumotga ega bo'ling. Qandli diabetni ko'pchilik insonlar qonda qand miqdorining normadan ortiqcha bo'lishi bilan belgilaydi. Ammo bir nechta belgilar mavjud. Bu qandli diabet sizda yashirin holatda kechayotganligini ko'rsatib beradi. Birinchi, bu insonlarda doimiy charchoq hamda og'iz qurishiga moyillik bo'ladi. Ikkinchi, bu ko'p seyish. Qandli diabetga moyilligi bor bo'lgan insonlarda tez-tez hojatga borish holatlari kuzatiladi. Uchinchi, doimiy holsizlik, charchoq bezovta qiladi. To'rtinchi, bu ko'zning xiralashishi, ya'ni ko'rishdagi muammolar. Beshinchi asosiy belgisi bu juda ham ko'p ovqat yeyish va ishtahaning karnay bo'lib ketishi qandli diabetning asosiy 5-belgisi hisoblanadi. 6-belgi bu qo'l-oyoqlarda ivishish hamda doimiy qo'l-oyoqlarning muzdek bo'lib yurishi. Ko'pchilik insonlar oyoq-qo'llarining isimayotganligidan shikoyat qilishadi. 7-asosiy belgi bu oyoq-qo'llarda yaralarning hosil bo'lishiga moyillikning ortishi va bu yaralarning bitishda qiyinchiligi qandli diabetning asosiy 7 belgisini tashkil qiladi. Agar sizda ham shunday belgilar namoyon bo'layotgan bo'lsa, unda zudlik bilan och qoringa qondagi glyukoza miqdorini tekshirtiring hamda glikerlangan gemoglobin miqdorini aniqlating. Unutmang, sizning sog'lig'ingiz biz uchun juda ham muhim. Doktor Ilhomjon bilan qoling va salomatligingizni asrang.